Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoda PPS xodimi sizni qachon to'xtatishi mumkin, qachon ichki ishlar bo'limiga olib ketishi mumkin, aynan PPS xodimi bilan qanday muloqot qilish keragi haqida batafsil tushuntirib beraman. Demak, PPS xodimi sizni qanday jinoyat, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganligida yoki qidiruvda deb gumon qilish uchun asoslari bo'lsa, yoki qanday huquqbuzarlik, jinoyat haqida ma'lumotlarga ega deb hisoblasa yoki ushlab turish uchun boshqa asoslar bo'lganda, siz to'xtatib shaxsiy aniqlik kiritish mumkin. Shaxsiy aniqlik kiritayotganda o'sha planshet orqali barmoq izingizni oladi. Agar barmog'ingiz aniqlanmasa, yuzingizni tasvirga oladi. Bunda aynan o'zini tanishtirishi, agar talab qilinsa, xizmat guvohnomasini tushuntirib, taqdim qilib, sizga aynan shaxsga nima uchun aniqlik kiritayotganligini, sabablarini tushuntirib berish kerak. Va siz bu jarayonda demak Beranda qoidasi bo'yicha o'sha yaqin qarindoshlaringizga yoki advokatga telefon qilib shu vaziyatni tushuntirishingiz mumkin. Agar bugun huquq egasiz va bu jarayonlarni bari body kamerada yozib olinishi kerak. Agar sizda shu yuqoridagi holatda shaxsiy aniqlik kiritish iloji bo'lmasa, ya'ni planshetda yoki yuzda tasvirga olganda sizda ma'lumotlaringiz chiqmasa, sizda ichki ishlarga olib ketishi mumkin bo'lgan holatlar 4 ta. Ya'ni birinchisi, siz shaxsizga aniqlik kiritish iloji bo'lmasa, o'sha planshet orqali shaxsiy aniqlik kiritish iloji bo'lmasa, qidiruvda yoki bedarak yo'qolgan bo'lsangiz, shaxsiy aniqlik kiritayotgan paytda qarshilik qilgan bo'lsangiz yoki qandaydir huquqbuzarlik sodir etayotgan paytda ushlangan bo'lsangiz, o'shanda sizni ichki ishlar bo'limiga olib ketishi mumkin. Va bu o'sha jarayon ham body kamerada yozib olinishi kerak. Body kamera soz holatda ishlab turgan bo'lsa, demak, siz mana shu jarayonlarda shaffofligiga tanishib chiqishingiz mumkin. Endi body kamera yozuvlari agar jinoyat bo'layotgan bo'lsa 5 yil, ma'muriy huquqbuzarlik bo'lsa demak 1 yil, agar jinoyat ham ma'muriy huquqbuzarlik ham bo'lmagan boshqa holat bo'lsa 1 oy davomida saqlanadi. Va siz ushbu jarayonlarda aynan nima uchun bu holat bo'layotganligini, nima uchun to'xtatilayotganingiz, nima uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketayotganingiz haqida bemalol demak so'rab tanish huquq egasi, shuningdek advokatingiz bilan, yaqin qarindoshlaringiz bilan bemalol telefon orqali muloqot qilishga ham haqqingiz bor. Demak, o'sha yuqoridagi holatlar bo'yicha ish amalga oshirasiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.